oqizmasdan sug'oryapmiz. Mana ko'rib baho berib qo'yinglar. Maydalab suvni tarab qo'ydik. Dorini oqizmasdan sug'oryapmiz. Bu ko'chatlarimiz gilos ko'chatlari bo'ladi. Dehqonchiliklarimizga baraka deb chiroyli so'zlardan yozib ketinglar. Bu yerda katta maydonga ko'chat qilganmiz. Bu tomonlarni ham ko'rsatib o'taylik. Bu tomonlarni ham poni ob'yomda ko'rsating. Sortlarini sizlar bilan tanishtirib o'tamiz. Gilos ko'chatlarimizga zakaz olishni boshlaganmiz. 50% ni sotib oldik deyarli. Kelib hozirdan zakaz berib ketinglar. Ketdik endi bag'ini ko'rsataylik. Endi to'xtatib turing. Monetdagi 34 dan 38 kalibrga chiqadigan Nimba ko'chatlari bo'ladi. Bu yerda Giant Red, Realtego, Svitariana, Svit Loren sortlari hozirgi kunda eng yirik giloslarning sortidan payvand qilib mana ko'chatini yetishtirib qo'ydik. Kuzgi mavsumga bemalol kelib olib ketsalaring bo'ladi. Payvandagi nima desalaring, payvandagi o'zimizni vishniyada ko'rsatayotgan daraxtlarimiz ham hammasi vishniyada effekt berishlari zo'r. Ob'yomni ko'rsating, yaqin 500 ming dona ko'chat yetishtirib qo'yganmiz. Hozirdan kelib zakaz bersalaring, arzon narxda beramiz. Ertaga narxlar ko'tarilib ketishi mumkin. Nechta odam mana kelib zakaz berib ketyapti. Mana gilos ko'chatlar. Bu tomonlariga oz suv ochishni boshlaymiz. Dehqonlarga like, podpiska yozib ketamiz. Yangi videolar joylab boramiz. Ko'rsatavering aka giloslarni.